Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. E'tiboringizga har qanday yoshda ham xotirani mustahkamlovchi 8 ta tabiiy mahsulotni taqdim etamiz. Xotiraning sustlashishi qarish jarayoni boshlanishining eng birinchi belgisidir. Ko'pincha bu belgi 30 yoshgacha paydo bo'ladi. Shuning uchun buni oldini olishga harakat qiling. Demak, xotirani yaxshilovchi mahsulotlardan biri bu rezavorlar. Tavsiya etiladi haftada 2 marta me'yori 150 gram qulupnay malina. Har qanday rezavorlar tavsiya etiladi. Ular antioksidantlarga boy bo'lib, nafaqat xotira, balki butun tanaga foydali. Ko'kat va karam tavsiya etiladi har kuni me'yori 50 gram. Salat bargi, ukrop, petrushka, qalampir folat kislotalarga boy hamda demensiya xavfini kamaytiradi. Ma'lumot uchun, demensiya kasalligiga chalingan insonlar aql zakovati uchun xos bo'lgan barcha ruhiy funksiyalar sustlashib boradi. Xotiraning barcha turlari, eshitish, ko'rish va harakat xotiralari buziladi. Masalan, biror gapni gapirayotib ham unutib qo'yish mumkin. Demensiyani qisqacha qilib tafakkur buzilishi deyiladi. Brokkoli va brussel esa organizmga toksinlarni chiqarib yuborishda yordam beradi. Don mahsulotlari tavsiya etiladi haftada 3 marta me'yori 100 gram. Fasol, loviya, no'xat va mosh oqsillarga boy bo'lib, kognitiv ish faoliyatini yaxshilaydi. Non mahsulotlari tavsiya etiladi haftada 3-4 marta me'yori 100-150 gram makaron yoki bo'tqa 2 bo'lak non. Shifokorlar modda almashinuvi uchun zararli bo'lgan guruch, makaron mahsulotlari tarkibida bo'luvchi oddiy uglevodlarni qisqartirish kerakligini ta'kidlaydi. Kurka va tovuq go'shti tavsiya etiladi haftada 2-3 marta me'yori 150 gram. Yog'li go'sht o'rniga juda yaxshi o'rin bosar. Yog'ga kam to'yingan, lekin oqsilga boy. Baliq tavsiya etiladi haftada 2 marta me'yori 100-150 gram. Baliq tarkibida omega 3 yog' kislotasi mavjud. Bu esa Alsgeymer kasalligi xavfini kamaytiradi. Yong'oqlar tavsiya etiladi haftada 5 marta me'yori 30 gram. Har qanday yong'oq va yong'oq yog'i ham foydali. Yong'oq polifenolga boy, demensiya shakllanishining oldini oladi. Zaytun yog'i uni har qanday yog'ning o'rniga ishlatish kerak, ayniqsa qovurma taomlarda. Ulardan ekstra virgin nomi ostidagisidan foydalangan afzal. Kanalimizni kuzating va doimo sog' salomat bo'ling. Xayron.uz kanali faqat siz uchun.